qo'shni hurmatli meringiz o'zi ham shu intimo haqida juda ham ko'p aytadi. Shunga siz hozir Qirg'izistonda o'nik ekan va shunaqa bayramlar haqida o'zingizni bir ozmoz bo'lsa ham bir fikringizni bildirib qo'ysangiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz O'sh shahrida juda ham go'zal bayramdamiz. Biz bu yoqqa keldik, buncha odamlarni ko'rib, hammasining kayfiyati juda ham ko'tarinki ruhda, bayram juda ham yuqori saviyada tashkillashtirilgan. Bizani taklif qilganingiz uchun minnatdormiz. Shu bayramni tashkil qilgan hamma ijodkorlarga katta rahmat va ulkan parvozli omadli tilab qolamiz. Qirg'iz va o'zbek bir tug'anlarga, aka-ukalarga nima degan bo'lasiz? Qirg'izistonda yashayotgan qirg'izlar bor, o'zbeklar bor. O'zingizni bir qaysidir taraflama do'st bo'lib yashashlik haqida bir ozgina qisqacha bo'lsa ham bir. Albatta o'zbeklar va qirg'izlar biz har doim do'st bo'lganmiz, har doim yaqin aka-uka bo'lganmiz. Bizning do'stligimiz, aka-ukachiligimiz hech qachon kamaymasin, faqat borgan sari do'stligimiz kuchayib boraversin. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Sizlarga omad tilab qolamiz. Sizga ham kattakon rahmat vaqt ajratganingiz uchun. Rahmat. Xursand bo'ldik kelganingizga. Xo'p, rahmat.